Asosiy fan olimpiadasining tuman bosqichi savollarini ko'rishni davom ettiramiz. Bugun 2021-yil 11-sinflarga tuman bosqichida tushgan savollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi savol: 101 dan kichik 3 ga ham 5 ga ham 7 ga ham bo'linmaydigan musbat butun sonlar nechta deb so'ralyapti. 101 dan kichik bo'lsa 100 gacha deb olamiz va dastlab biz 3 ga 5 ga yoki 3 ga yoki 5 ga yoki 7 ga bo'linadigan sonlar sonini sanaymiz. Buni quyidagicha sanaymiz. 100 taqsim 3 qo'shilgan 100 taqsim 5 qo'shilgan 100 taqsim 7. Endi bu yerda 3 ga va 5 ga yoki 5 ga yoki 7 ga bo'linadigan sonlar 2 marta hisoblanib ketdi. O'shalarni ayirib tashlashimiz kerak. 100 taqsim 3 ko'paytirilgan 5 ayiramiz 100 taqsim 5 ko'paytirilgan 7 dan ayiramiz 100 bo'lingan 3 ko'paytirilgan 7. Hop, endi qo'shib qo'yishimiz kerak. 100 taqsim 3 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 7. Bu baribir 0 chiqadi bizga. Hozir bu yerda ahamiyatsiz. Ya'ni 3 ga ham 5 ga ham 7 ga ham bo'linadigan sonlarni, uchalasiga ham bo'linadigan sonlarni mana bu yerda 2 marta chiqarib tashladik. O'shani qo'shishimiz kerak bittasini. Xo'p, demak, buni hisoblaydigan bo'lsak 100 taqsim 3 deganimiz butun qismi 33 qo'shilgan 20 qo'shilgan 14 ayiramiz 6 ayiramiz 2 keyin ayiramiz 4 ni. Xo'p, barobar mana bu yerda 10 qoladi. 30 63 dan 8 ni ayirsak, xo'p, demak 55 chiqar ekan. Endi 100 dan 101 dan kichik 55 ta son 3 ga yoki 5 ga yoki 7 ga bo'linadi. Endi bundan qolgani, masalan 100 dan 55 ta ayirib tashlaymiz. Bu 55 dan tashqari qolgan 45 ta son 3 ga ham 5 ga ham 7 ga ham bo'linmaydi. Demak, birinchisiniki javobi A. Hop, ikkinchi masala: baliq og'irliklari 14, 12, 11, 8 va 15 kabi nisbatda bo'lgan 5 bo'lakka bo'lindi. Agar 5-bo'lakning og'irligi 1,51 kg bo'lsa, butun og'irlik qancha? Xo'p, bularning hammasini 14x, xo'p 12x, 11x, 8x va 15x deb olamiz og'irliklarni mos ravishda. Xo'p, demak 5-si 15x barobar 1,51 ekan. Endi jamini hisoblaymiz. Jamini hisoblashimiz uchun hammasini qo'shishimiz kerak. Xo'p, hammasini qo'shadigan bo'lsak 14x ga 12x 26x, 37x, 45x, demak jami 60x chiqyapti. 60x deganimiz 15x ni 4 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak 1,51 ni 4 ga ko'paytiramiz. Xo'p, demak 4 22 dilda, demak 6,100 dan 4 chiqar ekan. 2 ham A javob. Bu uchinchi misol. Birinchi raqami ikkinchi raqamidan katta bo'lgan nechta ikki xonali natural son mavjud? Birinchi x y deb olamiz ikki xonali sonlarni. Birinchi raqam ikkinchi raqamdan katta. Xo'p, demak x katta, y bo'lishi kerak. Nechta ikki xonali natural son mavjud? Xo'p, endi x ga 1 qo'ysak, xo'p, demak y ga 0 qo'yamiz. Birinchi, keyin x ga 1 dan 9 gacha sonlarni qo'yishimiz mumkin. Xo'p, demak y 0 bo'lsa, x ga 1 dan 9 gacha, demak 9 ta son qo'ya olamiz. Y 1 bo'ladigan bo'lsa, x ga xo'p 2 dan boshlab 9 gacha, demak 8 ta son qo'ya olamiz. Xo'p, y 3 bo'ladigan bo'lsa, demak x'imiz 4 dan boshlab 9 gacha bo'ladi, 7 ta son. Va xuddi shunday y 4 bo'lsa 6 ta va y oxiri 8 bo'ladigan bo'lsa, x ga faqatgina 9 qo'ya olamiz. Bittagina son qo'ya olamiz. Demak, jami holatlarimiz mana 9 ta, 8 ta, 7 ta, 6 ta, ya'ni 9 tadan bittagacha bo'lyapti. 9, 8, 7, 6 va 1 gacha. Ya'ni 1 dan 9 gacha yig'indi bo'ladi. Bu 45 ga teng bo'lar ekan. Uchinchi misol javobi B bo'ladi. Hop, 4-masalaga o'tamiz. Soddalashtirish kerak ekan. Hop, dastlab harfdan kasr mahrajini soddalashtirib olamiz. Birinchisidan 1 taqsim
a ni chiqarsak a ko'paytirilgan a minus c bo'ladi. Minus. Hop, b ni chiqarsak a minus c qo'shilgan. Hop, 1 taqsim hop, b ni chiqaramiz b minus a. Hop, minus c ni chiqarsak b minus a. Hop, keyingi kasrdan 1 taqsim c ni chiqaramiz c minus a ayrilgan b ni chiqarsak c minus a bo'ladi. Hop, buni endi soddalashtiradigan bo'lsak, birinchi kasrimiz a minus b ko'paytirilgan. Hop, a minus c plus 1 taqsim b minus a ko'paytirilgan. Hop, b minus c. Hop, minus 1 taqsim c minus a ko'paytirilgan. Hop, c minus b barobar. Endi umumiy makhraj beramiz. Umumiy makhrajimiz a minus b, b minus c va c minus a bo'ladi. Hop, demak birinchi kasrimizga a minus b. Hop, mana buni o'rniga almashtiramiz. C minus a ni. Demak minus tepaga ketadi va bunga b minus c ni ko'paytirishimiz kerak. Hop, bunga demak minus 1 oldiga chiqadi va bu c minus b bo'ladi. Ikkinchi kasrimizga mana bu yerdan o'rniga almashtiramiz. A minus b qilamiz va oldiga minus chiqaramiz. Bunga esa c minus a ni ko'paytirishimiz kerak. Mana bu minusni tasg'ir qildirsak minus c plus a bo'ladi. Hop, uchinchi kasrimiz c minus a bor. Demak mana buni o'rniga almashtiramiz. b minus c qilib. Hop, buni b minus c qilamiz va buni plus qilamiz. Demak bunga a minus b kerak. Demak qo'shilgan a minus b bo'lyapti. Hop, buni soddalashtiramiz. Demak mana bu yerda c'lar qisqarib ketadi. Suratda 2a minus 2b bo'ladi. 2 ko'paytirilgan a minus b taqsim a minus b ko'paytirilgan b minus c ko'paytirilgan c minus a. Hop, a minus b'larni qisqartirib yuboramiz. Demak 2 taqsim javobimiz bc minus c kvadrat. Hop, minus ab plus ac bo'lar ekan. Hop, demak javobimiz D javob. Hop, 5-savol 202.100 sonning nechta bo'luvchisi mavjud? Hop, natural bo'luvchilarning sonini topishimiz kerak. 2021 ko'paytirilgan 100 deb olamiz. Bu ham barobar. Hop, 2021 bu 43 ko'paytirilgan 47. 100 deganimiz bu 2 ning kvadrati kara 5 ning kvadrati. Demak natural bo'luvchilar soni. Hop, darajasiga 1 qo'shib ko'paytirishimiz kerak har birini. 1 plus 1. Hop, 47 ning darajasi 1 plus 1. 2 ning darajasi 2 plus 1. 5 ning darajasi 2 plus 1. Hop, demak 2 kara 2 kara 3 kara 3 demak 36 chiqar ekan. Hop, demak 5-inchisi ham D javob. 6-misolga o'tamiz. Hisoblash kerak ekan. Hop, demak mana bu berilgan ifodani S deb olamiz. S barobar 1 plus 2 taqsim 2021 qo'shilgan. Hop, 3 taqsim 2021 ning kvadrati qo'shilgan. 4 taqsim 2021 ning kubi qo'shilgan. Demak chekis ketadi. Hop, bu yerda qanaqadir qonuniyat topishimiz kerak yoki mana bu tenglikning ikkita tomonini qanaqadir songa ko'paytirishimiz kerak. Masalan 2021 ga yoki 1 taqsim 2021 ga. Hop, qonuniyat topilishi qiyin bu yerda. Shuning uchun tenglikning ikkita tomoni 2021 ga ko'paytirib yuboramiz. Shunda 2021s hop 2021s barobar hop 2021 qo'shilgan 2 bo'ladi. Qo'shilgan 3 taqsim 2021 qo'shilgan 4 taqsim 2021 ning kvadrati qo'shilgan 5 taqsim 2021 ning kubi va hokazo ketadi. Endi mana bu 2021 s dan mana bu s ni ayirib yuborsak, demak chap tomonimizda 2020 s qoladi. O'ng tomonimizda esa hop 2 dan 1 ayirsak 1 2022 qo'shilgan. Endi mana 3 taqsim 2021 dan 2 taqsim 2021 ni ayirsak 1 taqsim 2021 qoladi. Qo'shilgan 4 taqsim 2021 ning kvadratidan 3 taqsim 2021 ning kvadratini ayirsak 1 taqsim 2021 ning kvadrati qoladi. Qo'shilgan 5 taqsim 2021 ning kubidan 4 taqsim 2021 ning kubini ayirsak
1 taqsim 2021 ning kubi qoladi va hokazo bu cheks ketadi. Endi mana bu ifodamiz cheks kamayuvchi geometrik progressiya bo'lyapti. Buni hisoblashimiz kerak. Buni o'zini hisoblasak, demak b1 taqsim 1 minus q bo'ladi formulasi. b1imiz bizda 1 taqsim 2021 ga teng, q'yimiz 1 taqsim 2021 ga teng. Demak 1 minus 1 taqsim 2021. Xo'p, mana bu yig'indimizni o'zi 2021 lar qisqarib ketsa 1 taqsim 2020 chiqyapti. Xo'p, demak bu yerda quyidagi narsaga ega bo'ldik biz. Demak 2020 s barobar 2022 qo'shilgan 1 taqsim 2020. Xo'p, o'ng tomoniga umumiy maxraj bersak 2020 s barobar 2022 ko'paytirilgan 2020 qo'shilgan 1 taqsim 2020 bo'lib qoladi. Endi mana buni 2022 ni 2021 qo'shilgan 1 s barobar mana buni 2021 qo'shilgan 1 2020 ni esa 2021 ayrilgan 1 deb yozib olamiz. Qo'shilgan 1 taqsim 2020 barobar. Xo'p, mana bu kvadratlar ayirmasiga tushadi. Ya'ni 2020 ning kvadrati minus 1 bo'ladi. Minus 1 bilan mana bu qisqarib ketadi. Xo'p, demak bu yerdan s ni topadigan bo'lsak, suratda 2021 ning kvadrat bo'lyapti. Maxrajda 2020 bu yoqqa bo'lishib o'tkazamiz. Demak s'imiz barobar 2021 taqsim 2020 ning qavs kvadrati bo'lyapti va bizda javob 6-si B javob bo'lyapti. Hop, 7-misolga qaraymiz. ABC teng yonli uchburchak ekan. Hop, CL bisektrisa, CD 24, ya'ni CL bisektrisa bo'lsa, mana bu burchaklarimiz alfa alfa bo'ladi. Hop, endi teng yonli bo'lgani uchun bu yog'i ham 2 alfa bo'ladi. Hop, ayolni so'rayapti bizdan. Bu misol 9-sinflarga ham tushgan. Hop, demak bu misolda quyidagicha ishlaymiz. Bu juda ham ko'p tushadigan masala. Hop, CD ni o'rtasini belgilab olamiz. CD gipotenuza bo'lgani uchun CL da to'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzaga tushirilgan mediani o'sha gipotenuzaning yarmiga teng bo'ladi. Hop, demak hop, LM mediani tushirsak, demak CM 12, MD 12 bo'ladi va LM ham 12 bo'ladi. Hop, endi mana bu teng CM ga ML teng bo'lgani uchun mana bu burchak ham alfa bo'ladi va mana bu burchak tashqi burchak bo'lgani uchun CML uchburchakda bu 2 alfa bo'ladi. Demak, uchburchak AML uchburchak asosiy burchaklar A va M burchaklar 2 alfadan bo'lib qoldi. Demak, bu teng yonli bo'lyapti. Teng yonli bo'lgandan keyin AL bilan LM teng bo'ladi. Bu esa 12 ga teng bo'ladi. Hop, demak buning javobi B ekan. Hop, 8-misolga o'tamiz. Mana bu 10 faktorialni chap tomonga ko'paytirib yuboramiz. Shunda n barobar, demak 10 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan 9 faktorial qo'shilgan 10 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paytirilgan 8 faktorial qo'shilgan 10 faktorial taqsim 4 faktorial ko'paytirilgan 7 faktorial qo'shilgan 10 faktorial taqsim 5 faktorial ko'paytirilgan 6 faktorial teng bo'ladi. Buni hisoblaymiz. Mana bu yerda 10 faktorial 9 faktorial qisqarib ketadi. Demak, birinchisidan 5 chiqar ekan, ikkinchisidan 10 faktorial 8 faktorial qisqarib ketadi. Demak, suratida 9 kara 10 qoladi, maxrajida 2 kara 3 bo'ladi qo'shilgan. Mana bu yerda ham 7 faktorial bilan 10 faktorial qisqarib ketadi. Demak, suratida 8 kara 9 kara 10 taqsim 2 kara 3 kara 4 bo'ladi qo'shilgan. Bu yerda ham 6 faktorial bilan 10 faktorial qisqarib ketadi. 7 8 9 10 ko'paytirilgan. Hop, 2 3 4 5 bo'ladi. Hop, demak 5 qo'shilgan mana bu yerda 3 ga qisqaradi, bu 5 ga qisqaradi. Demak 15 qo'shilgan 2 bilan 4 8 bilan qisqaradi. Bu yerda 3 ga qisqaradi, qo'shilgan 30 qo'shilgan. Bu yerda 2 bilan 4 8 bilan qisqaradi, 5 10 bilan qisqaradi, 2 qoladi, 3 9 bilan qisqaradi, 3 qoladi. Bu yerdan 42 chiqadi. Hop, demak 20 20 ga 30 ni qo'shsak 50, demak javobi 92 chiqar ekan.
Hop, 9-misolimiz soddalashtirish ekan. Hop, birinchi qavs ichlarini soddalashtirib olamiz. Ildiz ostida birinchisidan ildiz ostida A ni olib chiqsak, qavsdan tashqariga 1 plus ildiz ostida B qoladi. Qo'shilgan ikkinchisidan B ni olib chiqamiz. 1 plus hop, ildiz ostida B. Mana shuning umumiy kvadrati bo'lyapti. Va 1 minus B ildiz ostida B ning qavs kvadrati. Hop, taqsim 4-ildiz ostida A ning minus birinchisini suratga chiqarib yuboramiz. Demak, 4-ildiz ostida A bo'ladi. Hop, makhrajida demak B plus 1 taqsim B minus 2 ko'paytirilgan 1 plus B plus ildiz ostida B ning qavs kvadrati. Hop, ayrilgan 4-ildiz ostida A ko'paytirilgan B ning kubi. Ayramiz B ko'paytirilgan 4-ildiz ostida A. Hop, A plus 2 ildiz ostida A B ning kvadrati. Hop, barobar. Hop, birinchi qavsdan 1 plus ildiz ostida B ni olib chiqamiz. Demak, 1 plus ildiz ostida B ning qavs kvadrati bo'ladi. Hop, qavs ichida qoladigan ifoda A ildiz ostida A plus B ning kvadrati ko'paytirilgan. Hop, mana bu 1 minus B ildiz ostida B ni A ning kubi minus B ning kubi formulasi bo'yicha yozib olamiz. Bu ildiz ostida B ning kubi bo'lyapti. Hop, demak B ildiz ostida B deganimiz ildiz ostida B ning kubi bo'ladi. Hop, bu demak B 1 minus ildiz ostida B ning qavs kvadrati ko'paytirilgan 1 plus ildiz ostida B qo'shilgan B ning kvadratiga ajraladi. Ko'paytirilgan 4 ildiz ostida A. Taqsim makhrajini soddalashtirsak, mana bu birinchi qavsga B dan makhraj beramiz. Hop, demak B kvadrat minus 2B plus 1 ko'paytirilgan 1 plus B ildiz ostida B ning qavs kvadrati. Hop, mana bu birinchi qavsdagi makhrajni suratga chiqarib olamiz. Hop, mana bular qisqarib ketadi. Hop, mana buni endi B kvadrat minus 2B plus 1 ni B minus 1 ning kvadrati qilamiz. Va buni yana ikkitaga ajratsak bo'ladi. Ildiz ostida B minus 1. Hop, buni ildiz ostida B minus 1 ning kvadrati ko'paytirilgan ildiz ostida B plus 1 ning kvadrati qilib yozib olamiz. Hop, mana bu ikkalasi shunda bizga kerak emas. Hop, ko'paytiruv bo'lyapti. Minus 4-ildiz ostida A ko'paytirilgan B ning kubi minus B 4-ildiz ostida A ko'paytirilgan A plus 2 ildiz ostida A B kvadrat. Hop, barobar. Hop, bu bilan bu qisqaradi. Hop, bu bilan bu qisqarib ketadi. Demak, bizdan nima qoldi? Hop, demak, hammasidan mana bu ifoda hammasidan 4-ildiz ostida A ko'paytirilgan B ni umumiy qavsdan tashqariga chiqaramiz. Shunda qavsning ichida to'rtburchak qavsga olamiz. Birinchi ifodada mana bu narsa qoldi. Ildiz ostida A plus B ning kvadrati. Bu bizda A plus hop 2B ildiz ostida A plus B kvadrat beradi. Hop, ikkinchi qavs, ikkinchi ifodamizdan mana bundan demak hop minus B kvadrat qoladi. Mana bundan esa uchinchi ifodamizdan hop minus A minus 2 ildiz ostida A B ni qavsdan ildizdan tashqariga chiqarib olamiz. Hop, demak bu bilan bu qisqaradi, bu bilan bu bilan bu qisqaradi. Demak, javobi 0 chiqar ekan. Javob 10-misolimiz. Hop, 10-misolda mana bu x kvadrat minus 1 modulni ikkita oraliqqa qo'yib ochsak ham bo'ladi. Masalan, x kvadrat minus 1 katta yoki 0 bo'ladigan qilib, keyin x kvadrat minus 1 kichik yoki 0 bo'ladigan qilib modulni ikki xil holatda ochib ishlasak bo'ladi, lekin bunga ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun bu yerda javoblarni qo'yib ko'rishdan foydalanamiz. Chunki tengizning butun yechimlari nechta deb so'ralyapti va javoblar 0, 1, 2, 3 bor. Xo'p, buni sal soddalashtirib yozib olamiz. Ifodani x kvadrat minus 1 qo'shilgan x plus 1 taqsim x ko'paytirilgan x minus 2. Xo'p, kichik yoki 0 bo'lyapti. Xo'p, endi birinchi natural sonlarni qaraymiz. X ga 1 qo'ysak, surati modul ichi 0 bo'ladi, surati 2 bo'ladi.
Mahraji -1 bo'ladi. Demak, x teng -1imiz yechim bo'la oladi. Endi x ga 2 qo'ya olmaymiz, chunki mahraji mana bu yer 0 bo'lib qoladi. Va 2 dan katta son qo'yadigan bo'lsak, masalan 3 dan katta yoki teng sonlarni oladigan bo'lsak, hop mahraji musbat son bo'ladi, chunki x ham x - 2 ham musbat bo'ladi. Suratda esa modul qo'shilgan natural son bo'ladi. Bu demak bizda musbat son bo'ladi tengsizligimiz. Demak, 3 dan katta yoki teng sonlar qanoatlantirmaydi. Hop 0 qo'ya olmaymiz, chunki mahrajda x turibdi. X teng emas 0 va x teng, hop mana bu yerda -1 emas, +1. Hop x teng -1 qo'yadigan bo'lsak, surati 0 bo'ladi, mahraji 0 bo'lmaydi. Demak, -1 ham bizda yechim bo'ladi. Endi -2 qo'yadigan bo'lsak, hop manfiy sonlarda mahraji katta 0 bo'ladi, chunki x ham manfiy bo'ladi, x - 2 ham manfiy bo'ladi. Demak, mahraji 0 dan katta bo'ladi. Hop x kichik yoki teng -2 sonlarni qaraymiz. Mahraji musbat bo'ladi, surati esa surat ham musbat bo'lib qoladi, chunki mana bu yerda x kvadrat -1 deganimiz, -2 qo'yadigan bo'lsak 3 -2 +1 bo'ladi. Surat ham 0 dan katta bo'lyapti va -2 dan katta sonlarni qo'yadigan bo'lsak, mana bu x kvadrat juda ham tez o'sadi x ga nisbatan va x kvadrat -1 deganimiz x dan aniq katta bo'ladi. Ya'ni bu modulimiz x kvadrat -1 bo'lib ochiladi va x +1 desak, x kvadrat plus x bo'lyapti. Bu ifodamiz musbat bo'ladi, chunki bu x ko'paygan x +1 bo'ladi. X manfiy son, -2 dan kichkina manfiy son bo'lsa, mana bu ikkita qavsimiz ham manfiy bo'lib, umumiy ko'paytmasi musbat bo'ladi. Demak, -2 dan kichkina butun sonlar ham qanoatlantirmaydi, faqat 1 bilan -1 qanoatlantiradi bu tengsizlikni. Demak, ikkita javobi bor. Hop, 11-misolga qaraymiz. Bu misolda bitta tenglama berilgan, lekin ikkita noma'lum. Bunaqa misollar ko'pincha nimadir kvadratlar yig'indisiga olib kelish kerak yoki musbat ifodalar yig'indisi teng 0 bo'lib qolishi kerak. Hop, nimaning kvadratlari yig'indisi teng 0 qilishga harakat qilib ko'ramiz. Hop, mana bu yerda 4x y turibdi. Bu demak o'rtadagi haddi bo'lishi kerak va bunga mana 5y kvadratdan 4y kvadrat beramiz. Demak, x kvadrat plus 4xy plus 4y kvadrat bo'ladi qo'shilgan. Mana 5y kvadratda yana bitta y kvadrat ortib qoldi bizda. Demak, mana bu qolgan 2y plus 1 teng 0. Demak, birinchi ifodamiz mana bu yergacha x plus 2y ning kvadrati bo'ladi. Qo'shilgan bunisi y plus 1 ning qavs kvadrati bo'ladi. Hop, demak, bu ikkita nomanfiy son yig'indisi 0 bo'lishi uchun bularning ikkalasi ham 0 bo'lishi kerak. Hop, demak, y barobar -1. Hop, x barobar -2y, bu ham barobar 2. Demak, x plus y javobi 1 chiqadi. B javob. Hop, 12-misolga o'tamiz. 12-misol ko'rinishdan juda ham qiyin misolga o'xshalgan. Ya'ni, lekin bu unchalik ham qiyin emas. Faqat biz ko'p narsa bo'lsa soddalashib ketadi. Masalan, kosinus 4b bilan mana buni olsak va bu ikkalasidan kosinus kvadrat b ni qavsini tashqariga chiqarsak, qavs ichida, hop, demak bu bilan buni guruhlab olamiz va kosinus kvadrat betani chiqaramiz. Shunda qavs ichida kosinus kvadrat beta qo'shilgan sinus kvadrat beta bo'ladi va bu yig'inda bizga 1 ga teng bo'ladi. Xuddi shunday, mana bu sinus kvadrat alfa ko'paytirilgan sinus kvadrat beta bilan mana oxirgi hadni guruhlab olamiz va bu ikkalasidan minus sinus kvadrat alfani chiqaramiz. Shunda qavs ichida sinus kvadrat beta hop qo'shilgan kosinus kvadrat beta qoladi. Bu yig'in ham bizga 1 ni beradi. Endi mahrajga qaraydigan bo'lsak, hop, mana bu sinus kvadrat alfa kare sinus kvadrat beta bilan hop, mana bu qaysi buni? Mana buni olsak, bu ikkalasidan sinus kvadrat betani chiqaramiz. Va qavs ichida bizda hop sinus kvadrat alfa qo'shilgan hop kosinus kvadrat alfa qoladi. Bu yig'inda ham bizga 1 ni beradi. Endi ayrilgan mana bu o'rtadagi ikkita haddan kosinus kvadrat alfani chiqaramiz. Shunda qavs ichida sinus kvadrat alfa qo'shilgan kosinus kvadrat alfa qoladi. Bu ham bizga yig'inda 1 ni beradi. Hop, demak, suratda bizda qoladigan ifoda kosinus kvadrat beta minus sinus
kvadrat alfa qoldi. Mahrajida esa sinus kvadrat beta ayrilgan kosinus kvadrat alfa qoldi. Demak, javobimiz. Xo'p, endi suratini ham, mahrajini ham sinus yoki kosinus orqali ifodalab olamiz. Xo'p, demak, mana bu kosinus kvadrat betani, demak 1 minus sinus kvadrat beta desak, xo'p, suratimiz shunda 1 minus sinus kvadrat beta minus sinus kvadrat alfa bo'ladi taqsim. Xo'p, mahrajda sinus kvadrat beta ayrilgan. Xo'p, 1 minus sinus kvadrat alfa bo'ladi. Xo'p, demak, suratimiz 1 minus sinus kvadrat beta minus sinus kvadrat alfa taqsim mahrajida esa xo'p, sinus kvadrat alfa qo'shilgan sinus kvadrat beta minus 1. Xo'p, demak, bu ikkalasi qisqarib ketadi va javobimiz minus 1 chiqar ekan. Xo'p, 13-misolga qaraymiz. X ko'paytirilgan modulda x plus 1 teng a tenglama nechta yilga deb so'ralyapti. Xo'p, demak, buni mana bu modulni ochib grafikini chizib olamiz. Agar x katta yoki teng minus 1 dan bo'ladigan bo'lsa, modulimiz shunday ochiladi, ya'ni x kvadrat plus x bo'ladi. Endi mana shuni grafikini chizishga harakat qilamiz. Xo'p, mana bu nuqtani 0 koordinati boshi deb olsak, minus 1 qo'yganimizda bu ifodamiz 0 ga aylanadi. Xo'p, 1 qo'ysak 2 bo'ladi. 2 qo'ysak, ya'ni buni uchi minus 1 taqsim 2 bo'lyapti. Minus 1 taqsim 2 qo'yganimizda bu ifodamiz xo'p, minus 1 taqsim 4 bo'ladi. Ya'ni uchi minus 1 taqsim minus 1, xo'p, x 0 minus 1 taqsim 2 bo'lyapti. Y 0 bu parabolani minus 1 taqsim 4 bo'lyapti. Demak, mana bunday o'tadi va bu yog'i mana bunday davom etadi. Endi x kichkina minus 1 bo'ladigan bo'lsa, demak, bu modulimiz oldiga minus qo'yib ochishimiz kerak, chunki modul ichidagi ifoda manfiy bo'ladi. Shunda minus x kvadrat minus x ning grafikini beradi bu. Endi buni x 0 Xo'p, minus 1 taqsim 2 bo'ladi buniki ham. Lekin bu minus 1 taqsim 2 gacha yetib olmaydi. Demak, mana bunga minus 1 qo'ysak bu 0 ga aylanadi. Minus 2 beradigan bo'lsak, xo'p, minus 2 bo'ladi va bu grafikimiz kamayib ketyapti bizda. Xo'p, demak, mana bunaqa grafik bo'ladi. Ya'ni bu mana bu ifoda grafiki faqat manfiy bo'lyapti. Buniki 0 dan katta qiymatlarda o'sadi va tepaga x o'qidan tepada yotadi. Xo'p, demak, a katta 1 bo'ladigan bo'lsa, mana bu 1 nuqta bo'ladigan bo'lsa, a imiz mana shu y teng 1 chiziqdan yuqorida yotadi va qanday o'tishidan qat'iy nazar bu grafik bilan bitta nuqtada kesishadi va tenglamani yagona yechim bo'ladi. Demak, javobimiz a. 14-si logaritmik tengsizlik ekan. Xo'p, logaritm 3 askari x ni t deb belgilab olamiz. Xo'p, demak, t kichik yoki teng 2 t minus 1 bo'lyapti. Endi t ni bu tomonga o'tamiz. Xo'p, 2 taqsim t minus 1 ayrilgan t katta yoki teng 0 bo'ladi. Xo'p, umumiy mahraj bersak, bunga 2 minus t kvadrat plus t taqsim t minus 1 katta yoki teng 0. Demak, t kvadrat minus t minus 2 taqsim t minus 1 kichik yoki teng 0 bo'lyapti. Buni ko'paytiruvchilarga ajratsak, t minus 2 ko'paytirilgan t plus 1 taqsim t minus 1 kichik yoki teng 0 bo'ladi. Xo'p, oraliqlarni suraga qo'yadigan bo'lsak, minus 1 va 2. Xo'p, demak, 2 kiradi, minus 1 kiradi, 1 esa kirmaydi. Xo'p, plus minus. Xo'p, bizga birinchi oralig'imiz, demak, t imiz minus 1 dan kichkina bo'lishi kerak ekan yoki 1 va 2 oralig'ida bo'lishi kerak ekan. Xo'p, demak, t imiz kichik yoki teng minus 1 bo'lsa, logaritm 3 asosga ko'ra x kichik yoki teng minus 1 bo'ladi. Bu yerdan x kichik yoki teng 1 taqsim 3 lik kelib chiqadi va 0 dan katta bo'lishi kerak. Xo'p, bu yerda butun yechim yo'q bizga butun yechim kerak. Endi ikkinchi holatda
birdan kichkina bo'lishi kerak logaritm 3 asosga ko'ra x'imiz kichikroq teng 2 dan. Hop, demak bu yerda x'imiz 3 dan katta va kichikroq teng bo'lishi kerak 9 dan. Hop, demak butun yechimlarimiz x barobar 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekan. Demak jami 6 ta butun yechim bor. C javob. Hop, 15-misolga o'tamiz. Demak x kub plus mx plus n x kvadrat plus 3x plus 10 ga bo'linar ekan. Hop, demak mana bo'linmani x plus t deb olamiz. Va bu yerdan t va m larni topamiz. Hop, demak chap tomonni, o'ng tomonni soddalashtirsak x ning kubi plus hop x kvadratni olib chiqsak, demak t plus 3x kvadrat bo'ladi. Hop, qo'shilgan endi x kerak bizga 3t plus 10x va qo'shilgan 10t bo'lyapti. Hop, demak chap tomonimizda mana bu x kvadrat bo'lmagani uchun x kvadratning oldidagi koeffitsient 0 ga teng bo'lishi kerak. Demak t plus 3imiz teng 0, demak t imiz minus 3 bo'lar ekan. Hop, endi x ning oldidagi koeffitsient m barobar 3t plus 10 bo'ladi. T o'rniga minus 3 qo'ysak m teng 1 chiqadi. n barobar 10t. Hop, demak minus 30 ekan. Ya'ni ikkalasining yig'indisi minus 29 chiqyapti. Bu esa D javob. Hop, 16-misolga o'tamiz. Hop, bu yerda belgilashga ketishimiz kerak. Keyin ikkalasiga o'xshash 5 pi taqsim 24 va 7 pi taqsim 24 bo'lyapti. Xo'sh, 5 pi taqsim 24 ni biz 6 pi taqsim 24 minus pi taqsim 24 qilsak bo'ladi. 7 pi taqsim 24 deganimiz. Hop, 6 pi taqsim 24 plus pi taqsim 24 bo'ladi. Hop, endi pi taqsim 24 ni alfa deb belgilab olsak, buni alfa desak, 6 pi taqsim 24 deganimiz pi taqsim 4 bo'ladi, ya'ni 45 gradus bo'lyapti. Demak bittasi 45 gradus plus alfa, bittasi 45 gradus minus alfa bo'ladi. Hop, biz demak topishimiz kerak bo'lgan narsa sinus 4-darajada 45 gradus minus alfa qo'shilgan sinus 4-darajada 45 gradus plus alfa. Hop, demak alfamiz pi taqsim 24 ga teng. Hop, biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Sinusni kosinus orqali ifodalaymiz. Hop, demak sinus kvadrat alfa deganimiz hop bizda bo'ladi 1 minus kosinus 2 alfa taqsim 2 ga teng. Hop, mana shu formuladan foydalanamiz. Daraja pasaytiramiz. Demak birinchisi shunda 1 minus kosinus hop 90 minus 2 alfa taqsim 2 bo'ladi. Mana shuning kvadrati qo'shilgan. Ikkinchisi 1 minus kosinus demak 90 plus 2 alfa taqsim 2 ning qavs kvadrati. Hop, ikkalasidan ham bir taqsim 4 larni qavsdan tashqariga olib chiqamiz. Hop, demak 1 minus kosinus 90 minus 2 alfa degani sinus alfani beradi. Hop, bu demak 1 minus sinus 2 alfaning kvadrati bo'lyapti. Qo'shilgan ikkinchisi 1 minus hop, kosinus 90 plus 2 alfa deganimiz bu sinus minus sinus 2 alfaga teng. Demak bu 1 plus sinus 2 alfani beradi. Hop, bularni soddalashtirsak, hop o'rtadagi hop mana buni qavslarini ochsak 1 minus 2 sinus 2 alfa qo'shilgan sinus kvadrat 2 alfa bo'ladi. Bu yoqda plusligi, bu yoqda minusligi chiqadi. Va o'rtadagi hadlar qisqarib ketadi demak. Bu narsamiz hop 2 minus 2 qo'shilgan 2 sinus kvadrat 2 alfa hop mana shu narsani beradi. Yana mana shu formuladan foydalansak, mana shu formuladan bu ifodamiz quyidagi keladi. 2 qo'shilgan 2 sinus kvadrat 2 alfa deganimiz 1 minus kosinus 4 alfa bo'ladi. Hop, barobar 1 taqsim 4 ko'paytirilgan 3 minus kosinus 4 alfa bo'lyapti. Demak 1 taqsim 4 ko'paytirilgan 3 minus kosinus alfani o'rniga hop pi taqsim 24 qo'yamiz. Demak 3 minus kosinus pi taqsim 6. Pi taqsim 6 deganimiz 30 gradus. Bu barobar 1 taqsim 4
3 minus demak kosinus 30 gradus ildiz 3 taqsim 2 ga teng. Buni soddalashtirsak 6 minus ildiz 3 taqsim 8 bo'lar ekan. Demak C javob. Hop, 17-chi misolga o'tamiz. Hop, demak 11 faktorial 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 10 11. Hop, mana bunga teng ekan x 99 y 68 z 0 ga teng ekan. Hop, 17-chi misolga o'tamiz. Hop, bu yerda 11 faktorial mana shunga teng bo'lishi kerak. Demak, mana bu ifodamiz. Hop, 11 faktorialning ichida 10 bor va mana bu yerda 2 3 4 5 ham bor. Bu degani 2 kere 5 bizga yana 10 deb beradi. Va bu ifodamiz ikkita 0 bilan tugashi kerak. Oxiri 0 0 bo'lishi kerak. Shuning uchun bizda z teng 0 bo'lishga majbur. Bundan tashqari bu yerda 9 ham bor. Demak, bu 9 ga ham bo'linishi kerak va 11 ga ham bo'linishi kerak. Yani 9 ga bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Shundan foydalanamiz. X plus 9 qo'shilgan 9 qo'shilgan y qo'shilgan 14 bizda 9 ga bo'linishi kerak. Hop, mana ikkalasini olib tashlasak ham bo'ladi. 14 dan 9 ga bo'lsak 5 qoladi. Demak, x plus y plus 5 imiz 9 ga bo'linishi kerak ekan. Demak, x plus y imiz hop 4 bo'lishi mumkin yoki 18 bo'lishi uchun x plus y imiz 13 bo'lishi kerak. Hop, 27 bo'la olmaydi. 4 yoki 13 bo'lishi kerak. Endi 11 ga bo'linish qoidasidan foydalanamiz. Toq o'rindagi raqamlar yig'indisi juft o'rindagi raqamlar yig'indisiga teng bo'lishi kerak yoki ularning ayirmasi 11 ga bo'linishi kerak. Hop, toq o'rindagi raqamlar yig'indisini topamiz. X ga 9 qo'shamiz, 6 ni qo'shamiz va z ni qo'shamiz. Hop, demak x plus 15 bo'lyapti. Juft o'rindagilar 9, y va 8 bo'lyapti. Demak, bu y qo'shilgan 17 ni beradi. Hop, ikkalasining ayirmasi y minus hop y qo'shilgan 2 minus x bo'ladi. Mana shu 11 ga bo'linishi kerak. Hop, y plus demak y plus 2 minus x imiz teng 11 deb oladigan bo'lsak, hop, bu yerda y barobar x plus 9 bo'lib qoladi. Buning uchun x 0 ga teng bo'lishi kerak. X va y raqamlar bo'lgani uchun, lekin bunday bo'la olmaydi. Demak, bu tengligimiz bajarilmaydi. Demak, mana bu ayirmamiz 0 chiqishi kerak ekan. Mana bu ifodamiz y plus 2 minus x 11 ga bo'linishi uchun, demak 0 bo'lishga majbur. Hop, bu yerdan x barobar y plus 2 ekanligi kelib chiqadi. Endi x teng y plus 2 ekan, x plus y imiz x plus y ni topamiz. X plus 2 y imiz shunda 2y plus 2 bo'ladi. Hop, bu juft son bo'lgani uchun faqat 4 ga teng bo'la oladi. Demak, y barobar 1 chiqadi, x barobar 3 chiqar ekan. Hop, bu 13 ga teng bo'la olmaydi, chunki 2y imiz ham juft son, 2 ham juft son, juft songa juft son qo'ysa yana juft son chiqishi kerak. 13 ga teng bo'la olmaydi. Hop, bu holat ham yo'q, bu holat ham yo'q. Bu va bu holatlar bor bizda. Hop, bizdan 4x plus 4x plus 3y plus 2z ni so'ralyapti. Mana bu 0 bo'ladi. X ni o'rniga 3 qo'yamiz, y ni o'rniga 1 qo'yamiz. 3 demak 15 chiqar ekan. o'n 18-chi misolga o'tamiz. Demak, bizdan x kvadrat plus x teng 5 ligi bor. 96x plus x ning 6-chi qiymatini topishimiz kerak. Uchun biz x ning 6-chisini topib olishimiz kerak. Demak, berilgan tenglamadan x kvadrat 5 minus x ekanligi kelib chiqadi. Buni kvadratga oshirsak ikkita tomonini. Hop, x ning 4-chisi teng 25 minus 10x plus x kvadrat bo'ladi. Endi x kvadratning o'rniga 5 minus x qo'yamiz. 25 minus 10x plus 5 minus x. Hop, bu bizda 30 minus 11x ni beradi. Hop, demak x ning 4-chisi barobar 30 minus 11x ekan. Endi x ning 4-chisiga x ning kvadratini ko'paytirsak, x ning 6-chisini beradi. Demak, x ning 6-chisi barobar 5 minus x ko'paytirilgan 30 minus 11x. Hop, bu ham barobar 150 minus
30x minus 55x qo'shilgan 11x kvadrat. Buni soddalashtirsak 150 minus 85x qo'shilgan 11 ko'paytirilgan x kvadrat o'rniga 5 minus x qo'yamiz. Hop, demak 150 ga 55 ni qo'ysak 205 minus 96x. Demak x ning 6-si barobar 205 minus 96x. 96x ni chap tomonga o'tkazsak x ning 6-si qo'shilgan 96x barobar 205 ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, C javob ekan. Xo'p, 19-misolda xo'p, mana bu kosinus va sinusning yig'indisi 2 bo'lyapti. Bu degani ikkalasining ham maksimum qiymatlari 1 bo'ladi. Va bu yig'in 2 ga teng bo'lishi, ikkalasi ham bir vaqtda 1 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, kosinus 2c minus 3b taqsim 2 teng 1 bo'lishi kerak va sinus hop a plus c minus b taqsim 2 ham 1 bo'lishi kerak. Hop, bu 1 bo'lishi uchun demak 2c minus 3b taqsim 2 teng 0 bo'lishi kerak. Bu degani 4c teng 3b bo'lishi kerak. Hop, bu yerdan esa mana bu a plus c minus b taqsim 2 teng 90 gradus bo'lishi kerak. Hop, c ni o'rniga 3b taqsim 4 qo'yamiz. A qo'shilgan 3b taqsim 4 ayrilgan b taqsim 2 teng 90 gradus bo'ladi. Demak a qo'shilgan hop b taqsim 4 teng 90 gradus. Hop, demak a barobar 90 gradus minus b taqsim 4. Endi a, b, c lar yig'indisi 180 gradus chiqishi kerak. O'shandan foydalanamiz. Hop, demak a ni o'rniga 90 gradus minus b taqsim 4 qo'yamiz. Qo'shilgan b, qo'shilgan c ni o'rniga 3b taqsim 4 qo'yamiz. Mana shu 180 gradus chiqishi kerak. Xo'p, bu yerni soddalashtirsak, demak 3b taqsim 4 dan buni ayirsak b taqsim 2 qoladi. b ga qo'shsak hop 3b taqsim 2 teng demak 90 gradus ekan. Hop, bu yerdan b barobar 60 gradus ekan. Hop, bu yerga olib kelib qo'ysak a teng 75 gradus chiqadi. Hop, c esa c barobar 45 gradus chiqar ekan. Hop, bizda AC tomon berilgan, ya'ni hop AC teng 2/3. AC tomon qarshisida b burchak yotadi. Demak, sinuslar teoremasidan foydalansak, hop AC taqsim sinus b deganimiz bizda 2 yerni beradi. Tashqi chizgan radius. Hop, demak 2/3 taqsim sinus beta sinus 60 gradusimiz 1 taqsim 2 ga teng. Bu 2 ga teng, mana bu 2 bilan bu 2 qisqarib ketsa, demak barobar 2/3 chiqar ekan. Demak a javob. Hop, mana bu yerda xato ketib qolibdi. Sinus 60 ni olishimiz kerak edi. Demak bu 1/3 taqsim 2 bo'ladi. Demak 1/3lar qisqaradi va barobar 2 chiqadi. Hop, demak bu bizda C javob bo'lar ekan. Hop, 20-misolga o'tamiz. Bunga o'xshash masala 10-sinflarda ham bor edi. Hop, demak balandliklari asosiy yon tomonga tushgan balandliklari 4 va 6 ga teng. Hop, yon tomonni A deb olamiz. Hop, asosini 2b deb olamiz, chunki mana bu yerda mediana b dan bo'ladi. Hop, shunda yuzalari teng bo'lishi kerak. Yuzalar tengligida mana bu asosiga, ya'ni balandlik tushgan asosi bilan o'sha balandlik ko'paytmalari teng bo'ladi. Ya'ni 6a teng 6 asosiga tushgani uchun 6 ga 2b ni ko'paytiramiz. Hop, demak bu 4b bo'lishi kerak. Hop, bu 4a ga teng, bu yerdan a barobar 3b ekanligi kelib chiqadi. Endi Pifagor teoremasidan mana bu b bilan 6 va a tomonlar to'g'ri burchakli uchburchak tashkil qilyapti. Bu yerdan biz 36 qo'shilgan b kvadrat teng a kvadrat ekanligini topamiz. Hop, demak 36 qo'shilgan b kvadrat teng
9b kvadrat bo'ladi. Bu yerdan b kvadrat barobar. Hop 36 taqsim 8, bu esa 9 taqsim 2 ga teng. Demak, b ni o'zi 3 taqsim x ostida 2 ekan. A barobar 9 taqsim x ostida 2. Hop, perimetrni topish uchun a ga b ni qo'shib 2 ga ko'paytiramiz. Demak, a ga b ni qo'shsak 12 taqsim x ostida 2 va 6 x ostida 2 ni beradi. 2 ga ko'paytirsak 12 x ostida 2 chiqar ekan. Hop, demak 20 javobi A. 21-misolga o'tamiz. Hop, bu yerda dastlab mana bu funksiyani o'zini qaraymiz. Y teng modulda x minus 1 qo'shilgan modulda x minus 3. Bu funksiyani 3 ta o'roqda ochib chiqishimiz kerak. X kichkina 1 da, hop, 1 dan katta x kichkina 3 da va x katta 3 da. Hop, x 1 dan kichkina bo'lsa, bu 1 minus x, 3 minus x bo'lib ochiladi, 4 minus 2x bo'ladi. 1 bilan 3 oralig'ida, demak, x minus 1 chiqadi, bundan 3 minus x chiqadi, demak, y barobar 2 bo'ladi. X 3 dan katta bo'lsa 2x minus 4 bo'ladi. Bu funksiyani grafigi quyidagicha bo'ladi. Hop, 1 va 3 oralig'ida. Hop, bu 2 ga teng, 1 2. Keyin 3 dan katta bo'lgan 2x minus 4 ning grafigi bo'ladi, bu yoqqa olib ketadi. 1 dan kichkina bo'lganda 4 minus 2x ning grafigi, ya'ni bu yoqqa olib ketadi. Ya'ni bu funksiyaning eng kichik qiymati 2 bo'lyapti. Demak, y minimum va 2 dan kichkina qiymatga hech qachon erishmaydi. Endi mana bu ifodani tenglamini qarasak, x minus 1 qo'shilgan x minus 3. Mana bu 2 ni chap tomonga olib o'tamiz. Minus 2 qo'shilgan x minus pi kvadrat taqsim 4 ning kvadrati teng 0. Hop, demak, mana bu ifodamiz 0 dan katta yoki teng bo'lyapti. 0 dan kichkina bo'la olmaydi hech qachon. Faqatgina x 1 va 3 oralig'ida. Bu ifoda 0 ga teng bo'ladi. Chunki mana bu modul y deb olgan funksiyamiz 2 ga teng bo'ladi. Mana bu ham 0 dan katta yoki teng bo'lyapti. Ikkita nomanfiy sonni yig'indisi 0 bo'lishi uchun ikkalasi ham bir vaqtda 0 bo'lishi kerak. Demak, ikkinchi ifodani 0 ga tenglashimiz kerak. Bu yerdan faqat x barobar pi kvadrat taqsim 4 degan javob chiqadi. Agar bu ifodamiz, bu sonimiz mana bu oralig'da yotsa, bu tenglamani yechim bo'ladi, aks holda yechim bo'lmaydi. Hop, pi kvadrat deganimiz taxminan 3.14 bo'lsa, pi kvadrat 10 dan kichikroq son bo'ladi va bu aniq 3 dan kichkina bo'ladi. Hop, demak, va 1 dan ham katta. Demak, pi kvadrat taqsim 4imiz bu oralig'da yotibdi. Demak, javobimiz ham pi kvadrat taqsim 4 bo'lar ekan. Boshqa javob bu tenglamani qanoatlantirmaydi. Hop, 22-misolga o'tamiz. Bu yerda mana ikkita tengizlik berilgan. Hop, bu ikkita tengizlikda ham kosinus alfa orqali ifodalashimiz mumkin. Hop, demak, kosinus alfani t deb belgilab olamiz. Shunda birinchi tengsizligimiz 6 ko'paytirilgan 1 minus t kvadrat. Hop, katta yoki teng 4 qo'shilgan t bo'ladi. Hop, ikkinchisi esa 2t kvadrat minus 1. Hop, katta yoki teng minus 1 taqsim 9 bo'ladi. Hop, demak, birinchi tengsizlik soddalashtirsak 6 minus 6t kvadrat, buni bu yoqqa olib o'tamiz. Demak, 6t kvadrat qo'shilgan t minus 2 kichik yoki teng 0 bo'ladi. Bunisi esa t kvadrat katta yoki teng 4 taqsim 9. Buni ko'paytiruvchilarga ajratsak 3t plus 1 ko'paytirilgan 2t minus 3t plus 2 ko'paytirilgan hop, t minus 2t minus 1. Hop, kichik yoki teng 0 bo'ladi. Endi bu tengsizlikning javobi minus 2 taqsim 3 dan hop 1 taqsim 2 gacha bo'ladi. Ikkalasi ham kiradi. Endi mana bu tengsizlikning javobi 4 taqsim 9. Hop, buni ham ikkitaga ajratsak bo'ladi. Buni javobi t katta yoki teng 2 taqsim 3 dan va t kichik yoki teng minus 2 taqsim 3 dan bo'ladi. Endi mana bu ikkala tengsizlikni ham qanoatlantiradigan javob kerak bizga. Bu faqat t barobar minus 2 taqsim 3 bo'lyapti. Chunki mana bu son o'qida. Hop, birinchi yechimlar minus 2 taqsim 3 dan 1 taqsim 2 gacha. Ikkinchi bu yoqdagi yechimlar 2 taqsim 3 dan cheksizlikka qarab ketadi.
va minus 2 taqsim 3dan bu yoqqa olib ketadi. Ya'ni ikkalasi kesishgan joy faqat mana bu minus 2 taqsim 3 bo'lyapti. Xo'p, demak t'imiz minus 2 taqsim 3 ga teng bo'lishi kerak ekan. Demak t deganimiz kosinus alfa edi. Mana shu minus 2 taqsim 3 ga teng. Xo'p, buni o'zi 2 kosinus kvadrat alfa taqsim 2 minus 1 ga teng. Xo'p, bu yerdan kosinus kvadrat alfa taqsim 2 ni topsak, xo'p 1 taqsim 6 chiqadi. Demak, kosinus alfa taqsim 2 ning moduli 1 taqsim ilzosida 6 ekan. Xo'p, bizdan mana bu ilzosida 24 ga ko'paytirishimiz kerak. Xo'p, buni ilzosida 24 ga ko'paytirsak, ilzosida 4 qoladi, bu esa 2 ga teng bo'ladi. Demak, javobi 2 chiqar ekan. Xo'p, 23-misolga qaraymiz. ABCD qavatli burchak AB va CD tomonlar o'rtalari orasidagi masofa uning diagonallarining o'rtalari orasi masofaga teng. Burchakni toping. Xo'p, bu xuddi shu masala 10-sinflarga ham tushgan. U yerda ham yechib ko'rsatganman. Xo'p, bu yerda men o'rtalarni tutashtirsak, xo'p, DC, AB va AC va BDlar o'rtalarini YFGH deb olamiz. Va mana bularni tutashtirsak, masalan, H nuqta BD ning o'rtasi bo'lyapti, F nuqta AB ning o'rtasi. Demak, mana FH bizda o'rta chiziq bo'lib qoladi va o'rta chiziq bo'lgani uchun AD ga parallel bo'ladi. Va boshqa tomondan mana bu ham GY ham o'rta chiziq bo'ladi, chunki Y nuqta DC ning o'rtasi va G nuqta AC ning o'rtasi. Bu ADC uchburchakda o'rta chiziq bo'lyapti va GY ham AD ga parallel bo'ladi. Xo'p, demak FH bilan GY parallel bo'ldi. Xo'p, xuddi shunday boshqa tomondan mana bu FG ham o'rta chiziq bo'ladi ABC uchburchakda. Demak, FG'imiz parallel bo'lishi kerak BC'ga. Va boshqa tomondan mana bu YH deganimiz ham BDC uchburchakda o'rta chiziq bo'ladi va YH ham BC ga parallel bo'lishi kerak. Demak, FG bilan YH parallel va HF bilan G parallel. Demak, GYHF'imiz bu parallelogram bo'lib qoldi. Endi bu parallelogramni shartga ko'ra ham diagonallari teng, chunki GH diagonallari o'rtasini tutashtiruvchi kesma EF DC bilan AB ning o'rtasini tutashtiruvchi kesma ular teng bo'lib qolgan. Parallelogramning diagonallari teng bo'lgandan keyin u demak to'g'ri to'rtburchak bo'lib qoladi. Demak, hamma burchaklar 90 gradus. Endi xo'p, AD bilan demak GY bilan YH GY bilan YH orasidagi burchak 90 gradus bo'ladi. Va mana shu burchak AD va BC orasidagi burchakka teng bo'ladi. Bu ham 90 gradus bo'ladi. Chunki GY bilan AD parallel, YH bilan BC parallel. Ikkita parallel kesma orasidagi burchaklar teng bo'ladi. Demak, javobimiz 90 gradus. Hop, 24-misolga o'tamiz. Mana suratini quyidagicha yozib olamiz. Logaritm to'g'ri asosga ko'ra suratni 65 ni olib chiqsak, x kvadrat minus 6x plus 10 desak, shunda yana minus 1 ortib qoladi. Bu taqsim x kvadrat minus 6x plus 10 bo'ladi. Teng mana bu ifodani minus 2 ni qarsini tashqariga olib chiqamiz. X kvadrat minus 6x. Xo'p, buni ham to'la kvadratga olib kelamiz. Plus 9 plus 3 bo'ladi. Shunda 12x minus, xo'p, mana o'ng tomonni quyidagicha yozib oldik. Minus 2 ko'paytiring x kvadrat minus 6x plus 9 plus 3 qilib. Mana bu 4 ni darajasini tomonga o'tkazib olamiz va mana bu qavs ichidagi maxraj ifodani xadma-xad bo'lamiz. Xo'p, shunda chap tomonda 65 minus 1 taqsim x kvadrat minus 6x plus 10 qoladi. O'ng tomonida 4 darajasida 3 minus 2 ko'paytirilgan x minus 3 ning kvadrati bo'ladi. Xo'p, buni quyidagicha yozib olamiz. 64 qo'shilgan 1 minus 1 taqsim x minus 3 ning kvadrati qo'shilgan 1 teng 4 ning darajasida 3 minus 2 ko'paytirilgan x minus 3 ning kvadrati.
Xo'p, endi o'ng tomoniga qaraydigan bo'lsak, mana bu 4 darajasining maksimum qiymati 3 bo'ladi, chunki 3 dan qanaqadir musbat sonni, nomanfiy sonni ayryapmiz. Demak, darajasi kamayib boradi va mana bu ifodaning umumiy qiymati 64 dan kichkina bo'ladi har doim. Qachonki x 3 ga teng bo'lsa, 4 ning kubi bo'ladi va 64 ga teng bo'ladi. X teng emas 3 bo'lgan holatlarda va aniq 64 dan kichkina bo'ladi, chunki 4 ning darajasi 3 dan kichkina bo'ladi. Endi chap tomoniga qaraydigan bo'lsak, mana bu ifodamiz ham oshib boradi. X teng emas 3 bo'lsa, mana bu kasrimiz 1 dan kichkina son bo'ladi. Demak, 1 dan 1 dan ayirsak, musbat son hosil bo'ladi. 1 dan 1 dan kichkina sonni ayirsak, musbat son hosil bo'ladi va chap tomoni 64 dan katta bo'lib ketadi. Qachonki x teng 3 bo'lganda, mana bu kasrimiz 1 chiqadi va 1 dan 1 dan ayirsak 1 0 bo'ladi. 64 qo'shilgan 0, demak chap tomoni 64 bo'ladi. O'ng tomoni ham x teng 3 da 64 bo'ladi. Faqat demak x teng 3 qiymatda bu ikkita tenglikning ikkala tomoni teng bo'lyapti. Agar x 3 ga teng bo'lmasa, tenglikning o'ng tomoni 64 dan kichkina bo'ladi, chap tomoni 64 dan katta bo'ladi va hech qachon tenglik bajarilmaydi. Hop, 25-misolga o'tamiz. A ning qanday qiymatlarida tenglamani ildizlar minus 1 dan kichik bo'ladi? Hop, x kvadrat minus 3a plus 1x. Hop, qo'shilgan. Mana bunidan 2 ni chiqarsak, qavsdan tashqari a kvadrat plus 2a minus 3 teng 0 bo'ladi. Buni ko'paytiruvchiga ajratib ko'ramiz. X kvadrat minus 3a plus 1 ko'paytirilgan x qo'shilgan 2 ko'paytirilgan bu a plus 3. Hop, a minus 1 ni beradi. Hop, endi shunday son tanlashimiz kerak. Ikkita, demak x1 x2 lar yig'indisi 3a plus 1 bo'lishi kerak. Ko'paytmasi mana bu narsaga teng bo'lishi kerak. Hop, demak 2 ni mana bu yoqqa kirgizib yuborsak, 2a minus 2 bo'ladi bu. Demak a plus 3 ko'paytirilgan 2a minus 2 bo'ladi va ikkalasining yig'indisi 3a plus 1 ni beradi. Demak, tenglama ildizlar birinchisi a plus 3 ekan. Demak, x1 teng a plus 3. Hop, ikkinchi ildizi demak 2a minus 2 ekan. Endi tenglama ildizlar minus 1 dan kichik bo'lishi kerak. Bu degani a plus 3imiz kichkina minus 1 dan, demak 2a minus 2imiz kichkina minus 1 dan. Hop, demak a kichkina minus 4 chiqadi birinchisidan, ikkinchisidan a kichkina 0,5 dan. Demak, ikkalasining umumiy yechimi bizda a kichkina minus 4 bo'lar ekan. Demak, javob a kichkina minus 4 dan. Hop, 26-misolga o'tamiz. Hop, qiymati 5 va 100 orasida bo'lib, demak 5 dan katta va 100 dan kichkina bo'lishi kerak ekan. Hop, mahrajini demak 3 deb olamiz, suratini a deb olamiz. Hop, a taqsim 3 kichkina 100 dan. Kasrlarning barchasini yig'indisini toping. Hop, demak biz suratlarni hammasini qo'shib oxirida 3 ga bo'lib qo'ysak ham bo'ladi. Hop, demak a'larning yig'indisini topamiz. Demak, a'imizning o'zi 15 dan katta va 300 dan kichkina bo'lishi kerak ekan. Va 3 bilan qisqarmasligi uchun 3 ga bo'linmasligi kerak. Demak, a'ning qiymatlari hop 16, 17, 19, 20, hop 21 bo'lmaydi, chunki 3 ga bo'linib qoladi. 22 va hokazo 299 gacha bo'ladi. Mana shu hammasini qo'shib 3 ga bo'lib qo'yishimiz kerak, o'sha javob chiqadi. Endi bularni topish uchun biz 16 dan 299 gacha barcha sonlarning yig'indisini topamiz va 3 ga bo'linadigan sonlar yig'indisini ayirib tashlaymiz. Xo'p, dastlab 16 dan 299 gacha hamma sonlarni qo'shamiz. Keyin bulardan 3 ga bo'linadiganlarni ayirib tashlaymiz. Shunda bizda faqat 3 ga bo'linmaydiganlari qoladi. Ya'ni 3 ga bo'linadigan 18, 21, 24 va hokazo 297 gacha. Xo'p, 16 dan 299 gacha sonlar yig'indisini topish uchun 15 gacha topamiz va 1 dan 300 gacha, 1 dan 299 gacha bo'lgan sonlar yig'indisidan 1 dan 15 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini ayirib tashlaymiz. Xo'p, demak buni 1 plus 2 plus 3 plus 299 dan ayiramiz. 1 plus 2 plus 15 gacha. Keyin bundan yana ayirishimiz kerak.
Xo'p, demak mana bu 18 bilan 20. Xo'p, mana bu ikkinchi, mana bu qavsdan 3 ni qavsini tashqariga olib chiqsak bizda 6 qo'shilgan 7 qo'shilgan demak hop 99 gacha bo'ladi bu. Hop, mana shuni hisoblashimiz kerak. Hop, demak 1 dan 299 gacha yig'indi 299 ko'paytirilgan 300 taqsim 2 bo'ladi. 1 dan 15 gacha yig'indi 15 ko'paytirilgan 16 taqsim 2 bo'ladi. Hop, yana ayirishimiz kerak. Bu yoqda 6 dan 99 gacha yig'indi. Demak, hop 1 dan 99 gacha hisoblab olamiz. Demak 3 ko'paytirilgan 1 dan 99 gacha 99 ko'paytirilgan 100 taqsim 2. Hop, bundan ayiramiz. 5 ko'paytirilgan 6 taqsim 2 ni. Hop, mana bu narsani hisoblasak bizda 29000 hop 925 chiqyapti. Endi biz mana bu kasrlarni qo'shishimiz kerak edi va bularning mahraji 3 ga teng. Demak, mana shuni 3 ga bo'lib qo'yamiz. 925 ni 3 ga bo'lsak, demak 9975 chiqadi. Demak, javobimiz 9975 ekan. Hop, 27-masalaga qaraymiz. Medianar uzunliklar berilgan. Kichik medianar orasidagi burchakni toping. Hop, bizning chizmamizda biz eng kichkina tomon desak, o'shanga eng katta mediana tushadi. Demak, hop AY bizda eng katta mediana bo'lyapti. Demak, BD va FC orasidagi mana bu burchakni topishimiz kerak. Hop, endi mana bu biz bilamizki, medianar O nuqtada kesishsa 2 bir nisbatda bo'linadi. Demak, AO bilan OY 2 bir nisbatda va OY ni davom ettirib OY ga teng kesma qo'ysak mana bu yerdan, ya'ni OY ga teng kesma Y hop YT kesma qo'ysak, mana bu BTS hop BTSO bizda parallelogram bo'lib qoladi. Chunki mana diagonallari kesish nuqtasi teng 2 ga bo'linyapti. Xo'p, endi bu parallelogram bo'lib qolgandan keyin BO ga ST teng bo'ladi. BO esa BD medianani 2 taqsim 3 qismiga teng edi. Xo'p, demak bizda BD medianani 2 ilzosida 5 desak, xo'p mana bu hop, demak BO'imiz shunda 2 ilzosida 5 bo'ladi. Bu demak 4 ilzosida 5 taqsim 3 ekan. Hop, OS'imiz ham xuddi shunday 2 taqsim 3 CF bo'ladi. CF'imiz 2 ilzosida 11. Demak, bu 4 ilzosida 11 taqsim 3 bo'ladi. Endi AO bilan OT teng bo'ladi. Va bu AY medianani 2 taqsim 3 qismiga teng bo'ladi. Hop, AY eng katta mediana bizda 8 ga teng. Demak, bu hop 4 taqsim 3 ko'paytirilgan 4 bo'ladi. Hop, demak TS deganimiz TS bilan BO teng bo'ladi. Parallelogram bo'lgani uchun OS bilan hop OS bizga OSni topdik biz. Hop, demak TS deganimiz 4 ilzosida 5 taqsim 3. OS deganimiz 4 ilzosida 11 taqsim 3. Hop, OT deganimiz 16 taqsim 3. Hop, mana bu burchak kosinusini topadigan bo'lsak, kosinus alfa barobar hop 16 taqsim 9 ni qavsdan tashqariga olib chiqamiz. 11 qo'shilgan 5 minus 16 taqsim 2 ko'paytirilgan 16 taqsim 9 ko'paytirilgan ilzosida 55 bo'lyapti. Xullas, mana bu surati 0 ga teng bo'ladi. Demak, bu kosinus alfamiz 0 ekan. Demak, mana bu 90 gradus. Demak, burchagim OSTimiz 90 gradus bo'lib qoldi. Bu degan parallelogramning bitta burchagi 90 gradus bo'lsa, qolgan burchaklar ham 90 gradus bo'ladi. Demak, burchak BOS ham 90 gradus bo'lishi kerak. Demak, javobimiz 90 gradus. Hop, 28-misolga o'tamiz. Uni hop soddalashtirishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, chap tomoni 9a kvadrat qo'shilgan 4b kvadrat qo'shilgan 36 minus 12ab minus
Hop 18 36a qo'shilgan. Hop 24b bo'ladi barobar. Hop a kvadrat minus b kvadrat minus 9. Hop chap tomonga o'tkazsak hammasini, demak 8a kvadrat qo'shilgan 5b kvadrat. Hop qo'shilgan 45 minus 12ab minus 36a qo'shilgan 24b teng 0. Hop bu quyidagi ifodaga keldi. Endi biz 2a minus b ni topishimiz kerak. Hop 2a minus b ni t deb olamiz. Shunda bu yerdan 2a barobar b plus t bo'ladi. Hop buni kvadratga oshirsak 4a kvadratimiz bizda b kvadrat plus 2bt plus t kvadratni beradi. Endi 2alarni almashtirib chiqamiz. T ga biz t ni topishimiz kerak. Demak 8a kvadrat deganimiz bizda 2b kvadrat plus 4bt plus 2t kvadrat bo'ladi. Qo'shilgan 5b kvadrat plus 45. Hop ayiramiz 12ab ni o'rniga, demak 6b ko'paytirilgan b plus t yozamiz. Minus 36a ni o'rniga 18 ko'paytirilgan b plus t plus 24b teng 0. Buni soddalashtirsak, hop mana bu yerda 2b kvadrat 5b kvadrat mana bu bilan qisqarib b kvadrat qoladi. Hop 4bt yoqda minus 6bt minus 2bt 2t kvadrat qo'shilgan 2t kvadrat hop qo'shilgan 45 minus 18tab bilan 24tab qo'shilgan 6tab qoladi minus 18tat qoladi teng 0. Endi mana ikkita kvadratlar yig'indisi ko'rinishida yozishimiz kerak. Agar hozir faqat t ni o'zini oladigan bo'lsak, masalan buni b minus t ni kvadrati va t minus 9 ning kvadrati desak, bizda b ortib qolyapti. Hop shuning uchun boshqacharoq yo'l tutishimiz kerak. Hop buni demak birinchi qavsda, hop hozir buni b minus t ning kvadrati plus t minus 9 ning kvadrati qilsak o'xshamaydi. Demak qaysidir qavsda yana, masalan birinchi qavsda yana qanaqadir son bo'lishi kerak. Hop demak uchtalikka olib kelishga harakat qilamiz buni. Mana bu 6b va b kvadrat yana 2bt dan foydalanamiz. Hop demak b minus t minus 3 desak, shunda mana bu 6b ni yo'qotgan bo'lamiz biz. Mana bu yerda plus 3 bo'lishi kerak. Hop shuni kvadrati bo'ladi. Demak qolgan narsalar bizda t kvadrat qoladi. Mana bu 2bt buni ichiga kirib ketadi. Hop shunda bizda 2bt ketdi, b kvadrat ketdi, t kvadrat ikkalasi ham ketdi. Demak mana bu yerdan 6b ham ketgan bo'ladi va bizda minus 6ta t ketadi va minus 12ta t qoladi. Mana bu 45 dan bu yerda 9 chiqsa plus 36 bo'lishi kerak teng 0. Demak mana bu ifodamiz mana bunga kelar ekan. Hop demak bu b minus t hop plus 3 ning kvadrati qo'shilgan t minus 6 ning kvadrati bo'ladi. Bu teng 0. Hop bu ikkalasi ham 0 ga teng bo'lishi kerak. Demak mana bu ikkinchi qavsdan t teng 6 ekanligi kelib chiqadi. Demak javobimiz 6. Hop 29-masalaga qaraymiz. Xuddi shunga o'xshash masala 10-sinflarda ham bor edi. Hop demak yechilish usuli bir xil ikkalasiniki. Hop biz ABC burchak 145 gradus. Mana bu BDC 20, ADB 50 gradus. Hop ADB burchakdan biz 10 graduslik hop mana bu yerdan kesma o'tkazamiz D'ga. Hop bunda mana bu burchak 15 bo'lishi kerak, ya'ni B va YBS hop burchak YBS qo'shilgan burchak YDS teng 180 gradus bo'ladigan qilib D ga kesma o'tkazib olamiz. Buning uchun YDB burchagimiz 15 gradus bo'lishi kerak. Nimaga bunday qilib olyapmiz? Biz mana bu YBSD agar mana shu ikkita burchak yig'indisi 180 bo'lsa, YBSD siklik bo'ladi. Ya'ni YBSD to'rtburchakka tashqi aylana chizish mumkin bo'ladi. Tashqi aylana chizish mumkin.
Xo'p, endi mana bularni tutashtiramiz. S bilan Y ni. Xo'p, 15 endi YDB 15 bo'lsa, demak ADB'imiz 50 edi. Bu yoqda 25 gradusli burchak qoladi bizda. Xo'p, demak mana bu yerimiz 25 emas, 35 bo'ladi. 50 dan 15 ni ayirsak. Xo'p, demak mana bu burchagimiz 35. ADY'miz, demak bizda burchak ADY'ga burchak Y desa teng bo'lib qoldi. Xo'p, bu degani mana bu ikkita uch burchaklarimiz ADY va Y desa uch burchaklarini qarasak, bu ikkalasi teng bo'lib qoldi, chunki mana bu burchaklar teng, bu burchak bilan bu burchak teng va shartga ko'ra AD DSga teng va DY umumiy. DY tomon umumiy. Xo'p, demak ikkita uch burchak teng bo'lib qoldi. Bu degani xo'p, mana bu AYga Y'si ham teng degani. Xo'p, demak bizda mana bu burchak BYS burchak. Xo'p, BDS burchakka teng. Chunki ikkalasi bitta yo'lga tiralgan, mana bu tashxisga aylanadi. Va BDS burchagimiz 20 gradus. Xo'p, mana bu 20 gradus bo'ladi. Endi mana bu ADY va DYS uch burchaklar teng bo'lgani uchun mana burchaklar ham teng va bu ikkalasi 80 gradusdan bo'lishi kerak. Endi mana bu xo'p, demak SYD burchagimiz 80 bo'lsa, BSBD burchagimiz ham mana bu ham 80 bo'ladi, chunki bu ikkalasi ham bir xil SD yo'lga tiralgan. Endi DBY burchagi 145 edi. Demak burchak hop ABC 145 edi. Demak DBY burchagimiz 145 dan 80 dan ayiramiz. Hop 65 gradus chiqadi. Hop, bu degani mana bu YSD burchagimiz ham. Hop, bizga bu burchak kerak emas, bizga hozir hop DBY burchak ham unchalik shart emas. Hop, mana bu uch burchakka qarasak, uch burchak CBDda bitta burchagi burchak CBD 80 gradus bo'ldi va burchak CDB'imiz 20 gradus. Demak burchak BSD'imiz ham 80 bo'lishi kerak. Hop, demak mana burchak ham 80 ekan. Bu degani mana bu teng yonli degani bu uch burchak CBD uch burchagimiz va BD teng CDga. Endi BD teng CD bo'lgani uchun demak uch burchak ABD'imiz ham teng yonli bo'ladi. Va mana bu bitta burchagi mana bu 50 bo'lgani uchun demak asosdagi burchaklar hop 180 ni 50 ni ayirib 2 ga bo'lamiz, 65 gradusdan bo'lishi kerak. Hop, endi mana buni tutashtirib olamiz. C bilan A ni. Hop, biz topishimiz kerak bo'lgan burchak BCA burchak. Hop, demak mana bu ACD uch burchagimiz ham teng yonli bo'ladi. Uch burchak ACD ham teng yonli, chunki AD ga CD teng. Teng yonli bundan kelib chiqadiki, burchak ACD'imiz teng burchak CAD ga. Hop, bu ham demak mana bu katta burchagimiz jami 70 gradus bo'lsa, bu ikkalasi 55 gradusdan bo'lishi kerak. Demak burchak BCD burchagimiz 80 edi. Demak BCA burchakni topish uchun BCA burchakni BCD burchakdan hop ACD burchakni ayiramiz. Hop, demak BCD'imiz 80 gradus chiqdi, ACD'imiz 55 gradus chiqdi. Demak 25 gradus chiqar ekan. Hop, demak javobimiz 25 gradus. Hop, 30-misolda ishlaymiz, oxirgi misolda. Hop, tangens 20 gradusni teng T deb olamiz. Hop, keyin qolganlarni ham T orqali ifodalaymiz. Demak tangens 40 gradus deganimiz
Bu tangens 60 minus 20 bo'ladi. Bu tangens demak 20 tangens 60. Bu tangens 60 ayrilgan tangens 20 taqsim tangens 1 qo'shilgan tangens 20 ko'paytirilgan tangens 60 bo'ladi. Hop, tangens 60 deganimiz ildizosi 3 ga teng. Ildizosi 3 minus t taqsim hop 1 plus ildizosi 3 t bo'lyapti. Hop, tangens 80 deganimiz tangens 60 plus 20 bo'ladi. Bu demak bizga tangens 60 qo'shilgan tangens 20 taqsim hop 1 minus tangens 60 ko'paytirilgan tangens 20 ni beradi. Hop, tangens 60 deganimiz ildizosi 3 qo'shilgan t taqsim bu 1 minus ildizosi 3 t bo'lar ekan. Hop, demak mana qavs ichini soddalashtirsak, hop qavs ichini a deb olamiz. A barobar t minus hop ildizosi 3 minus t taqsim 1 plus ildizosi 3 t qo'shilgan ildizosi 3 plus t taqsim 1 minus ildizosi 3 t. Hop, umumiy makhraj beramiz. Demak, umumiy makhrajimiz 1 minus 3 t bo'ladi. Hop, bunga 1 minus 3 t dan bersak, demak t minus 3 t kvadrat minus ildizosi 3 minus t ko'paytirilgan 1 minus ildizosi 3 t qo'shilgan ildizosi 3 plus t ko'paytirilgan 1 plus ildizosi 3 t. Hop, buni soddalashtiramiz. T minus 3 t kvadrat. Hop, mana bu yerda kvadrat bo'lishi kerak. Demak, bu yerda kub bo'ladi. T minus 3 t ning kubi. Hop, ayrilgan ildizosi 3 minus qo'shilgan t qo'shilgan 3t va ayrilgan ildizosi 3t kvadrat. Endi bu yoqda qo'shilgan ildizosi 3 qo'shamiz. Hop, 4t qo'shamiz 3t kvadrat. Makhrajda 1 minus 3t ning kvadrati. Hop, barobar bu yerda mana bular ildizosi 3lar qisqaradi. Hop, mana bu yerda ham ildizosi 3t kvadrat edi. Bular ham qisqarib ketadi. Demak, jami 4t demak 9t t minus 3t ning kubi taqsim hop 1 minus 3t kvadrat qoldi. Hop, suratdan 3t ni olib chiqsak, demak 3 minus t ning kvadrati taqsim hop 1 minus 3t ning kvadrati bo'lyapti. Endi tangens 60 ni ham tangens 20 orqali ifodalaymiz. Tangens 60 gradus barobar tangens 20 plus 40 qilib olamiz. Hop, bu tangens 20 qo'shilgan tangens 40 taqsim 1 minus tangens 20 ko'paytirilgan tangens 40. Hop, tangens 20 t degani qo'shilgan tangens 40 imiz. Demak, ildizosi 3 minus t taqsim 1 plus ildizosi 3 t ga teng. Demak, taqsim 1 minus ikkalasini ko'paytirsak, hop, ildizosi 3 t hop, makhrajimiz 1 minus ildizosi 3 t minus t kvadrat taqsim 1 plus ildizosi 3 t. Hop, buni soddalashtiramiz. Surat va mahrajiga umumiy makhraj beramiz. Hop, demak, suratimiz t plus ildizosi 3 t kvadrat plus ildizosi 3 minus t taqsim makhrajimiz hop 1 plus ildizosi 3 t minus ildizosi 3 t plus t kvadrat bo'lyapti. Hop, bular qisqarib ketadi, bular ham qisqarib ketadi. Demak, tangens 60 gradusimiz hop ildizosi 3 ko'paytirilgan t kvadrat qo'shilgan 1 taqsim 1 plus t kvadratga teng. Hop, hozir mana bu yerda biz 60 gradusni o'rniga qo'ymasdan hisoblashimiz kerak edi.
Hop, ya'ni tangens 40 ni biz tangens 20 qo'shilgan 20 deb olishimiz kerak edi. Hop, agar shunday deb olsak, tangens 40 gradusni topib olamiz birinchi. Hop, tangens 40 gradus. Hop, tangens 20 qo'shilgan 20 bo'ladi. Bu 2 tangens 20 taqsim hop 1 minus tangens kvadrat 20 ni beradi. Bu esa 2 taqsim 1 minus t kvadrat beradi. Hop, endi shuni tangens 40 ni o'rniga shuni olib kelib qo'ysak, demak t plus hop 2t taqsim 1 minus t kvadrat taqsim 1 minus 2t kvadrat taqsim 1 minus t kvadrat bo'lyapti. Hop, suratiga mahraj bersak, t minus t ning kubi qo'shilgan 2t taqsim 1 minus t ning kvadrati minus 2t ning kvadrati. Demak, bu 3t minus t ning kubi taqsim 1 minus 3t kvadrat bo'ladi. Suratdan t ni olib chiqsak, 3 minus t kvadrat taqsim 1 minus 3t ning kvadrati. Xo'p, demak biz mana bu ifoda, bu o'zi tangens 60 ga teng va bu ildizosi 3 ga teng. Demak, mana bu ifodamiz t ko'paytirilgan 3 minus t kvadrat taqsim 1 minus 3t kvadrat deganimiz biz ildizosi 3 ga teng ekan. Demak, a ning qiymati mana bu narsani a deb olgandik biz dastlab. Xo'p, demak bu 3 ildizosi 3 ga teng ekan. Demak, a barobar 3 ildizosida 3. Bunga tangens 60 ni ko'paytirsak, 3 ildizosi 3 ko'paytirilgan ildizosi 3 teng 9 chiqadi. Demak, javobimiz 9 chiqar ekan.